Assalomu alaykum hammaga. Milliy sertifikat imtihonlari tushgan. Birinchi savolga e'tibor qarasak, bu yerda nima deyapti? Mana to'rtta savollar berilgan. Ularning o'rta arifmetikini 90 ga teng deyapti. Muddaoning qiymatini toping deyapti. Juda sodda savol tushib qolgan. Ya'ni bu nima degani? Avval o'rta arifmetikni tushunib olsak, o'rta arifmetik degani masalan, menda 20 ta son bor. 20 ta son bor. Ixtiyoriy desa, nima qilaman? Shu 20 tasini qo'shaman va hokazo 20 tasini qo'shamanda va nima qilaman? 20 ga bo'laman. Mana shunda menda o'rta arifmetik degan narsa kelib chiqadi. Bunda esa nima qilish kerak? Xo'p, o'rta arifmetik bizda 4 tami? 4 tasi juda oddiy chiqib qoladi. Qo'shaman 88 plus 95 plus 90 plus a taqsim hop nechta bo'ldi? 4 ta bo'ldi. 4 ga bo'laman 90 ga tenglayman. Yaxshi. Qo'shib chiqsam bu bo'ladi. Hop 4 ni ko'paytirib yuborsak. 88 plus 185 teng bo'ladi 9 plus a teng bo'ladi 360 ga. Endi men a ni topishni nima qilaman? 185 ga 88 ni qo'shaman. Mana shuni 360 dan olib tashlashim kerak. Asbo xatoga ketib qoldi. 360 dan minus qilaman 88 plus 185 ni. Xo'p, hisoblasak 185 88 3 7 2 273 360 minus 273 bizda bo'ladi. Xo'p, 7 xo'p 8 1 no 87. Demak, 4-son necha bo'lganida 87 deb ketamiz. Menimcha qiyin savol tushmagan. Bu 87 degan joy bejavob turibdi.